pulsiz qanaqa qilib ochsa bo'ladi shuni? Sun'iy intellekt orqali shu nomini topdim. Hatto $3000 so'rashgan edi shu nomi uchun. Shartta 50 ta iPhone olib, sotib olib, o'shani pulini shu yerga tikkanman. Oylik daromadingiz hozirgi kunda nech pul bo'lyapti taxminan? Biza shartmi uni aytish? Aytish shart. Bugun sizlarga shaharning o'rtasida cho'ntagida $1 italyanskiy kafe ochishni o'rgatamiz. Siz bo'lsa bu videoga like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Bu bizga juda ham muhim. Buono kafesi o'zini shirindan shakar va eng arzon cheesecake'lari bilan juda mashhur bo'lgan. Bugun shu kafeni biz ko'rib chiqamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalom. Baxtiyor akamlar shu Buono kafeni asoschisi hisoblanadilar. Shu kafeni boshidan noldan o'zlari ideya qilib, o'zlari ochganlar va eng qizig'i cho'ntagida 50 ming yoki 100 ming dollar bilan emas va buni hozir biz sizlarga hammasini aytib beramiz. Aytib beramizmi? Aytib beramiz bo'ldi. Baxtiyor aka keling, endi tushuntiring. Bu Buono degan ism qayerdan keldi o'zi? O'zi umuman bu sohaga qanaqa kirib qoldingiz? Nimaga aynan italyanskiy kafe ochishga qaror qildingiz? Markaziy Osiyoda, O'zbekistonda, Toshkentda. Yana atrofingizda hammasi milliy taomlar. Ha, aytgancha, bu yerda milliy taomlar bor, ular ham bularni o'zligisiga qarashli. Xo'p, buni boshidan aytib beraman, qisqa qilib aytib beraman. Bu joy mendan oldin kitob do'kon bo'lgan. Kameraga qarab ilojsiz. Kitob do'kon bo'lgan. Kitob do'kon yurmadi. Ular yopib ketishdi. Yopib ketgandan keyin biz shu qatorda aytganda, hali oldingi Al-Fajr, hozirgi Faxr milliy taom bizga qarashli. Nima qildik? Shu yerda ham olib qo'ya qolaylik dedik. Bir nima bo'lib qolar, hali o'zimizga yarab qolar degan ma'noda oldik biz. Hali brend, shirinlik, unaqa yo'q, hech narsa yo'q. Prosta joyi oldingiz bo'ldi. Prosta joyi, bu joy oldik. Turdi, bir oycha turdi, hech narsa qilmadik. Xullas, oxiri o'tirdim, marojniy qilaman dedim. Marojniy ochmoqchi edingiz. Endi nomini aytmay qo'ya qolay, bir nomi chiqqan brend joyi bor edi. Ularni franshizasini olaman deb harakat qildik. Ular bilan ishni boshladik, lekin u ishimiz oxirigacha yetmadi. Keyin o'sha ochilishiga bir hafta qolganda mana shu Buono ChatGPT orqali, ya'ni sun'iy intellekt orqali shu nomini topdim. Hatto $3000 so'rashgan edi shu nomi uchun. Xullas shunaqangi bo'lyaptiki, joy chiqib qolyapti. Demak, qaranglar, biznesda важный joylardan bittasi, yaxshi lokatsiya chiqsa, nima ish qilishni hali bilmasdan turib joyni olishgan arendaga. Men hozir u joyga ham to'xtaymiz. Cho'ntagida pulsiz joyi olishyapti. Eng muhim nuqtasi va marojniy ochamiz deyishyapti. Marojniy o'xshamayapti. Shunda ana bor tavakkal qilib shirinlik do'kon ochib yuborishyapti. Shunaqa bo'ldimi? Yo'q, marojniy ochdik. Marojniy qildik, marojniy sotib turdik. Marojniy sotib turganda, ya'ni qoniqmadik. Biz bir 2 oy, 3 oy zararga ishlayverdik u marojniy bilan ish bilmadik. Yana ham bo'lganda ham biz o'zimizning milliy taomimiz bo'lib turib, u yoq hali Rusulda aytganda podpitka bo'lib turdi u yoqda. Ya'ni zararga ishlab turdinglar. Albatta zarar. U yerda joyimiz bo'lganda ham zararga ishladik. Xo'p. Endi biz sekin joyga kiramiz va ichkaridagi sharoitni ko'rib, bu narsalar qanaqa qilib ochilganini va qanaqa mehnatlar turganini ko'ramiz buni orqasida. Qanaqa mablag'lar ketganini, qanaqa mablag'lar ketganini ham ko'ramiz. Biz mana Buono kafeni ichiga kirdik. Baxtiyor aka, qarang. Hozir bunaqa hashamatli, bunaqa o'ziga yarasha chiroyli joyi, quruq cho'ntagida umuman pulsiz ochish rostdan sog'lom aqlga kelmaydi. To'g'risi, ona tiliga ham to'g'ri kelmaydi bu narsa. Savol, qarang. Bu yerda mana bunaqa xolodilniklar bor, shuncha remont bor, texnika, texnologiya, endi ko'rib turibmiz-ku, ancha xarajat bo'lgan. Shuni mana tushuntiring. Qanaqa qilib hammasi boshlandi? Qanaqa qilib mana shu kafe ochish mana xayolingizga kelganini tushundik, lekin pulsiz qanaqa qilib ochsa bo'ladi shuni?
Pulsiz ochib bo'lmaydi o'zi birinchidan. Albatta pul yo'q, mablag' kerak. Faqat o'sha pulni qayerdan oldingiz degan savol to'g'riroq bo'ladi. Shunaqa. Yo'q deb turib, qayerdan oldingiz degan savolga javob shuki, hozir ko'p qo'pol qilayotganda mashinniklarning o'zi turi, bittadan pulni bitta narsadan olib turib, sotib olib, o'shani pulini boshqa narsaga ishlatishlik. Shapka deydi uni. Shapka deydi, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni shapka. Men ham qo'pol qilayotganda o'sha shapkaga tushganman. Nimaga desa, tavakkal qiladigan odamman, o'zi g'irt tavakkalchi bo'laman men. Bilaman. Shartta 50 ta iPhone olib, sotib olib, o'shani pulini shotga tikkanman. Ha, to'xtang. Demak, siz telefonni variantga chiqazadigan odamdan telefon olasiz, 50 ta iPhone sotib olasiz va pulini biznesga tiqib olasiz. Shunaqa. Va bu eng ahmoqona qarorlarning bittasiga kiradi. Kiradi, qo'shiladi. To'ppa-to'g'ri. Chunki qaranglar, 50 ta iPhone taxminan 70 ming dollar pul bo'ladi. Uni ustiga yana qo'shiladigan foizlari bor. To'g'rimi? Yo'q, 70 ming emas. Nech pul bo'ladi? 50 ta iPhone 51 ming dollar bo'lgan edi. Men plus minus aytolmayman. bergansiz qanchadir so'mma. Plus minus aytolmaymanki, ya'ni 50 ta iPhone, ya'ni 50 ming dollarlik mablag'da. Uni qaytarishchi, uni ustida anaqa iPhone'ni variantga olgandan keyin ustida foiz bo'ladi. Nech pul bo'ladi foiz bilan qaytarsiz? Ya'ni 60 mingdan oshadi, 60 ming dollardan oshib qaytarib beraman. Ya'ni uni men olib sotib oldim degani, men endi uni boshqa narsaga tikib olmaganman. Boshqa meni problemam. Bu men uni oyma-oy yopib berishga olganman. Shu joyida aytib o'tib ketish kerak. Qaranglar. Bilasizlar, hozir nasiyaga narsa chiqazadiganlar ko'p, hech qanaqa garantiyasiz shundoq berib yuborishadi va ko'p tadbirkorlar bu narsani olib sotadi-da, biznesga tikadi. Biznesini o'zi bunaqa daromad keltirmasligi mumkin. Ya'ni o'sha iPhone'ni, ya'ni telefonni yo texnikani pulichalik. Endi aytmoqchi bo'lgan narsam bu yerda qarang, hozir bu videomizni ko'rib kimdirlar shunaqa qilgisi kelib qolishi mumkin. Tavakkalli ham chegarasi bor. Maslahat berasizmi, bermaysizmi? Xo'p, %100 maslahat bermayman bu ishga hech kimga. Nimaga desa, avvalambor men bu ish qilishdan oldin bizani qo'shimcha daromad kelib turadigan ishimiz bor. O'shani inobatga olib, uni daromadidan ham yopib ko'raman. Bu yerda daromadidan chiqara olmasam, ertaga yopaman degan niyatda qilganman. Lekin bu ham xato o'zi aslida biznesda bu o'ta xato, eng katta xato. Lekin men shu tavakkal qildim, shu ishni qildim. Qiynaldik, boshqa qildik. Xudo xolasa, lekin boshqa sabablarga ko'ra sababchilardan bittasi albatta Elyor bozorchini o'zi. Shu narsa yurib ketgandan keyin mana hozir ko'rmagandek bo'lamiz. Bu yoqda qaranglar, o'zi ajoyib narsa bo'lgan. Bu joy yopilish arafasida edi. Ya'ni ishlar o'xshamayotgan paytida endi Alloh sababchi qiladi shunaqa. Shu joyni reklama qilganmiz Instagramda. Mana shunaqa San Sebastianlar qilishardi. San Sebastianni olib bering, mana shu yerda turibdi. Bular mana Toshkentda birinchilardan bo'lib, mana shu San Sebastianlarni nech puldan sotdik? O'shanda zarariga sotdik. 25 mingdan sotgan joy hisoblanadi va shu biznes model bilan biznes oyog'iga turib ketdi. Bu albatta odamni quvontiradi va hozirda biznes xudoga shukr o'zini o'zi qoplab, ya'ni daromadga chiqdi. Endi joyiga ketgan xarajatlar masalasida gaplashamiz. Baxtiyor aka, endi mana gaplashadigan joyi keldi. Bizani rubrikamiz shunaqangiki, hech narsani bekitmaymiz. Hech narsa, hattoki bekitmagan narsamiz sizga zarar bo'lsa ham aytishingizga to'g'ri keladi. Shu shart bilan biz videoni boshlaymiz. Xo'p, nech pul ketdi joyimizga? Endi sekin tushuntiring. Xo'p, оборудованиялari bilan birga o'sha olingan summa o'sha 50 ming dollar plus minus 50 ming dollar pul ketgan. 50 ming ketgan. Xo'p, boshlaymiz. Mana shu xolodilniklar. Hozir mana nechta xolodilnikingiz bor shunda? Bitta bu morozinlik, morozinlik, narigisi xolodilnik. Ha. Bu morojniy uchun muzlatkich, bunisi bo'lsa shirinliklar uchun va mevalar uchun. Xo'p, nech pul turadi bu narsa? Narxini ayting. Xo'p, bunisi qimmat emas, bu qimmatroq. Buni to'g'risini aytsam, vaqtim tig'iz bo'lganligi uchun bu olganman, zakaz qilishga sharoitimiz bo'lmagan. Endi mana zakaz qilib olib keltirib olamiz. Nech pul turadi? Buni unaqa qimmatga olmaganman. Buni o'zi asli 7 ming dollar turar ekanmi, shunaqa ekan. Menga 2 ming dollarga men buni bov olganman. Eronni morozinlik. Bu degani qaranglar. Bu unaqa qimmat emas. Kafe ochadigan bo'lsanglar, agarda yangisini olishga qurbinglar yetmasa, ozgina ishlatilgan yaxshi holatdagisini sotib olsanglar ham bo'ladi. Ko'ryapsizlar razницani, 7 ming dollarlik narsani 2 ming dollarga olishgan. Bu nima? Oddiy xolodilnik. Oddiy xolodilnik. Bu nechta xolodilnik? Yanglishmasam 1400 mida, 1700 mida shunaqa. Demak, ko'ryapsizlar, bu ham unaqa qimmat emas, o'ziga yarasha narx turadi. Eshikning tagidagi mana bu suv xolodilniklarni uni firmani o'zi beradi, shunaqami? Ha, shunaqa, ular. Bo'ldi. Ichkariga kiramiz. Xo'p, biza
hozir mana mijozlar ko'rmaydigan, xo'randalar ko'rmaydigan restoranning qismida turibmiz. Biz uchun maxsus tayyorlanmagan ish jarayoni qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa ketyapti. Operatorlardan iltimos qilgan bo'lardim, ichkariga kirib hamma yoqni ko'rsatishni. Baxtiyor aka, bu yoqda nimalar bor? Men tushunmayman, endi siz tushuntiring. Xo'p, frezer, mana hozir mana yengillaydiganimiz, yaqinda xudo xolasa yangi sezon o'zaga bularni hozir sotuvga qo'yganmiz. Bular Xitoyga $3100 olganman, $6200 ikkalasini olganman. Hozir bularning o'rniga xudo xolasa italyanskiy karpijani kelyapti. Ha, to'xtang. Hozir bu marojniy chiqazadigan frezerimizni buni ishlatmaysiz. Endi xudo xolasa ishlatmayman. Agar tezroq kelsa ishlatmayman. Sabab? Sabab yengil shu italyanskiy olib kelyapmiz hozir. Sifatli, o'sha o'zi bilishadi, anaqalar karpijani degan. Borini gaplashamiz. Nech pul turadi bu? 3100 dan 6200 ga olganman. Bir kunda necha kilo marojniy qila oladi buni bittasi? Yo'q, bular 7 kilodan, har bitta 7 kilodan 14 kiloli yomkisi bularda. Aha. Har bittasida 28 kilo bo'lsa, 7 kilodan 14 kilo bor, 28 emas. Bir kunda necha marta anaqa qila olasiz buni? Ichini to'ldira olasizmi? 10 marta to'ldirsa bo'ladimi? Ha, bemalol. Ha, bo'ldi. Demak, bir kunda 200-300 kilogacha marojniy qilsa bo'ladi. Bemalol. Bo'ldi. Siz obyemingiz yetkazib bera oladimi? Ha, bemalol. Bo'ldi, tushundim. Bu nimada? Oddiy stol xolodilnikimiz. Stol xolodilnik, ya'ni tagida buni xolodilnik bo'ladi. Ustida bo'lsa ishlasa bo'ladi. Bu sok vyjimalka, to'g'rimi? Yo'q, bu shokolad eritadigan, hozir ishlatmayapmiz. Bu nech pul turadi mana bu xolodilnik? Bu $800. Ha, unaqa qimmat emas bu ham, demak olsa bo'ladi. Bu sok vyjimalka. Bu apelsinni sok vyjimalka olib qo'ygan. Demak, qaranglar, shunaqa kafe ochadigan bo'lsanglar, sizlarga ko'rsatgan оборудованияларimiz sizlarga juda ham kerak bo'ladi. Bu sok vyjimalkamiz nech pul turadi? Buni $450 ga oldim. $450 olgansiz. Xo'p, tushunarli. Bu yo, bu ter anaqa bo'lsa kerak. Bu chichivichni anaqani ushlab turadigan qozon. Qozon. Bu chichivich ushlab turadi. Ajoyib. Bu yo vafli, belgiyskiy va $1400 dan turadi har bittasi. Ha, mana shu kichkina narsa belgiyskiy оборудование. Mana buni Belgiyskiy оборудование. Mana brendini ham ko'rsanglar bo'ladi. $1400 turar ekan shu bittasi. Ajoyib gap yo'q. Bitta mashinasini o'zi hozir $250 turadi mashina, anaqasini o'zi. Tifalini o'zi. Bu bo'lsa shu shokolad eritadigan. Choynaklar, bu yog'i endi baristalarning ishi. Ha, bu yog'i o'sha kafein. Ha, kofe mashinkalar. Mana shu kofe mashinka juda ham kerak, chunki qaranglar, qo'lingizda 4-5 ming dollaringlar bo'lsa, pulinglar faqat kofe mashinkaga yetishi mumkin. Shu kofe mashinkani narxi nech pul turadi? Bu unaqa qimmat emas, 3100 ga ikkalasi tushgan anaqasi bilan. Ha, bu bilan bu, ha. Bu kofe maydalab beradi, bu. Ha, $3100. Bu o'zi qimmat emas. Endi bilsanglar kofe maydalaydigani ham bo'ladi. $70 ming dollarliklari bor mana. Ha, yo'q. Ha, O'zbekistonda bormi shunaqa $70 ming dollarlik kofe qiladi? Yo'q, eshitdik, $40 ming dollarligini olib keldi deb eshitdik. Kim olib ketdi? Bilmadim, Instagramda ko'rdim. Buni ko'ryapsizlar. Har bitta narsani narxini bekitmasdan jaydar usulda aytib beramiz. Ha, to'xtang. Ko'zga ko'rinmaydi, lekin mana shunaqa mayda-chuda choynakchalar, mana bunaqa idishlar, yana nima deydi, pichoq, qozon, tovoq, balo-battarlar ham yaxshigina pul oladi. Nech pul turadi mana shunaqa narsalarni общий nech pul ketadi? Yo'q, bular bizga ish davomida olinadigan narsa, sinadi, yo'qoladi, nimadir bo'ladi. Uning uchun biz bilmaymiz, ora-orada расходный materialingiz bir oyda taxminan mana shunaqa sinib, yo'q bo'lib ketadigan narsalarga nech pul ketadi? Endi yo'q, endi o'zi bu yangi ochilgan joyda o'zi bittada boshida qilinadi bu xarajat. Keyin 1 yil o'tgandan keyin, 1 yildan keyin yoki kimda yarim yildan keyin endi sifatli narsani olishga bog'liq. Agar sifatli narsa bo'lsa, uzoqroqga yetadi. Agar sifatsizroq, arzonroq narsa bo'lsa, albatta kamroq vaqtga yetadi. O'shandan chiqqan holatda rasxodda chiqib kelaveradi. U rasxod misol uchun muayyan biz bitta aytolmaymiz hozir. Mana pul ketadi deb. Lekin oyiga $200, $300 rasxodingiz bor, to'g'rimi? Bo'ladi, ha. Chiqadi. Bo'ldi, tushunarli. Bo'ladi. Endi ketdi. Hozir kakras mana buni ko'rsanglar bo'ladi. Bu yoni mashhur qilgan va oyog'iga qo'ygan shirinliklardan bittasi cheesecake. Mana cheesecake tayyorlanish jarayonlari bir chiroyli, appetitli qilib mana bunaqa vaflilar ham qilishayotgan ekan hozir. Ha, mana bu cheesecake tug'ilish jarayonini ko'rsanglar bo'ladi. Mana shunaqa qog'ozga o'ratilgan bo'ladi. Bu o'zi suyuq bo'ladi, xolodilnikda yoki sovuq haroratda qotiriladi. Shunaqami? Bu o'zi pishib chiqadi. Pishib chiqqandan keyin suyuqroq bo'ladi. Suyuqroq bo'ladi. Keyin u xona haroratida turadi. Xona haroratidan keyin xolodilnikka olinadi. Tushunarli. Ya'ni muzxonaga. Bo'ldi. Qaranglar, men hozir bitta narsa aytib ketishim kerak. Biznesmen odam baribir kreativniy bo'lish kerak. Baxtiyor akamni men kichkinaligimdan taniyman, bu sirni ham ochib qo'yish kerak. Mana shu narsalarda Baxtiyor akam o'zlari YouTube'dan turib
mana shu shirinliklarni qilishni o'rganganlar, shunaqami? Ha, o'zi aslida shunaqa. Lekin men professional darajada professional yondashilgan bunga alohida o'zimiz anaqa olganmiz, konditor olganmiz, shu konditor bilan birgalashib qilganmiz. Lekin bo'ldi, tushundim. ha, o'zim misol uchun shinavanda sifatida YouTube'lardan ko'p narsa Sizlarga hozir bitta sirni ochishim kerak. Baxtiyor akam, bundan 5 yilmi, 6 yil oldin nima edi kafenoti? Tanlov degan kafeda pizzachi bo'lib o'zlari pizza qilishni o'rgandilar. Pizzachi bo'lib ishlaganlar. Pizzani ham to'g'risini aytsalar hozir aytadilar, YouTube'dan o'rganganlar, shunaqami? Shunaqa pizzani ustozsiz o'zim o'rganganman. Bu o'noda hozir menimcha cheesecake'dan ham ko'ra, mana shu San Sebastiandan ham ko'ra pizza ancha yurib qoldi va hozir sizga biz pizzani ham ko'rsatamiz. Marhamat. Bu pizza xonamiz bu. Bu oddiy xamirni jo'xorini uniga xullas botirib olinadi, shunaqami? Oddiy xamir emas, bu xamirimizni o'zimiz bilamiz, qo'shadigan hali sirimiz bor. Bu xamir ichiga qo'shiladigan narsa bor. O'sha xamirimiz mazaliligi bu bir. Lekin jo'xorini mankasiga, bu jo'xorini mankasi deydi. Mankasi faqat biz emas, o'sha o'rta jo'xorini o'rtasidagi anaqasini manka deydi-da. Qo'pol qilib aytganda jo'xorini uni-da, jo'xorini uni ham emas-da. Bu uni boshqa bu, kukuruzning muki ham emas bu. Yo'q, bu manka bu. Qani buni mazasini ko'ramiz, nima ekan? Men o'zim. Buni maza yo'q bunda. Hech narsa maza yo'q. Prosta xurujtashi narsa bo'ladi. Xurujtashi narsa bo'ladi. Gap yo'q. Buni mana shunaqa qilib sekin botirib olishar ekanda, shuni ichiga-da va pizza holatiga keltirishar ekan. Ana. Xullas, aka qarang. Gapni qisqa va lo'nda qilamiz. Pizzalaringiz nech pulgacha? 60 mingdan 75 minggacha pizzalarimiz. 60 mingdan 75 minggacha. Razmeriga qarab farq qiladi. Yo'q, bizda bir xil, hammasi 30 santimetrli, 8 ta kusokli. Ha, tushunarli. Xo'p, qarang aka. Biz boshida kelishdik. Hech qanaqa sirri bekitish yo'q. Odamlarga ochuv aytamiz, chunki bu narsa, bu videoni ko'rib odamlar shunaqa biznes boshlashni ham o'ylab qolishi mumkin va biz xuddi sizni biznesingizdan kimdir ruhlanib, nima deydi, motivatsiya olib restoran ochsa xursand bo'lasiz, to'g'rimi? Albatta, bu raqobat deydi-yu bu narsani aslida, konkurensiya deydi. Bu kerak bo'lgan narsa bu. Bir, ikkinchidan men shunaqa odammanki, bitta men bo'lay demayman. Kim agar yordam so'rasa, ochmoqchi bo'lsa, yordamimni qo'limdan kelganicha yordamimni beraman. Bu juda ajoyib narsa va bu ko'p joyda ko'rilmaydigan narsa, chunki ko'plar o'zini foydasini, daromadini va biznesini yo'nalishini bekitadi. Ya'ni bilmayman. Yo, bu tabiiy, bu o'zi kerak bo'lgan narsa. Endi hamma narsani ochib tashlash ham bu o'ziga o'zi. Lekin bizda ochish kerak bo'ladi. Aka qarang. Hozir mana pizza tayyorlashyapti. Mana shu bitta pizzangiz o'zini mana shu 60 ming so'mlik pizzangiz o'zini себестоимость, ya'ni tan narxi necha pulga aylanadi? Har doim 50% tushadi shuni, ya'ni misol uchun 60 bo'lsa 30 ming so'mga tushadi o'zi o'rta hisobda. Shu har doim butun oshxona sistemasida 10 mingga tushgan narsani 20 mingga sotiladi. Ya'ni o'rtacha oshxonalar har doim 10 ming so'mga tushayotgan narsasiga 20 ming so'm qiladi. Uning ichida endi buni mehnati yotadi, arenda yotadi, svet, gaz, suv, hamma narsa yotadi. Foyda shundan har xil tushuniladigan narsa-da, mana qarang. 30 ming so'mlik pizza 60 ming so'mga tushdi degani, 30 ming so'mlik pizzaning ichida ishchilarning rasxodi, svet, gaz, arenda, balobatlar hammasi bormi yoki 30 ming so'mdan tashqari chiqqan mana 30 ming foydaning ichidan u rasxodlar? 30 ming so'mning ichida faqat o'zini себестоимость. Ha, tushundim. Ya'ni xom ashyosi shunaqaga tushadi. Xom ashyosi. Tushundim. Nima deydi, hozircha o'ylashingiz mumkin-da. Ha, demak 100 ta pizza sotsa, nima deydi, 30 ming so'mdan qolsa, hozir 3 million so'm foydasi bor ekan, 3 million. Aslida shunaqa hisoblashadi. Yo'q, lekin unaqa emas, qaranglar. Undan tashqari o'sha qoladigan 3 million so'mdan tashqari 3 million so'mdan ichida arenda bor, ishchilarning oyligi bor, svet, gaz, kutilmagan rasxodlar, xullas, restoran, kafe ochaman desanglar, ochinglar. Alloh baraka bersin, hech gap emas, zo'r bo'lib ketadi, lekin bu oson ish emas. Shaxsiy hayotni, ulfatchilikni, o'rtoqlarni, kechqurun Counter Strike o'ynashni, qizlar bilan gaplashishni, bolalar bilan dachaga chiqishni, chet elga chiqib kayf qilib kelishni birinchi 10 yillikda hayolingizga keltirmaylar ham, to'g'ri aytdimmi? Ja, endi 10 yillikda emas, yurib olguncha o'zi to'g'risi. Endi haqiqatan shunaqa, o'zi aslida mana oshxona anaqasida, yo'nalishida yoki milliy taommi, yo restoranmi, oshxona yo'nalishida bitta narsani bilish kerakki, savdo bo'lsa zo'r. Savdo bo'lsa bu
maza qiladi. Ya'ni boya aytgandek birga bir xuddi birga bir qoladigandek, ya'ni kattani. Lekin u savdo bo'lmasa, oshxona biznesidan yomoni yo'q-da. Odam moralni siqiladi savdo bo'lmayotganiga, keyin uni har kuni savdosi bo'lmasa, u ishchilarga oylik berish kerak, bu masallig'ini yonidan to'lash kerak. Hammasi o'sha unga zararga kirib ketaveradi. Demak, oshxona yurg'izish ham unaqa oson ish emas. Oshxona yurg'izish ham o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Katta siyosatlar bor. Men yana bitta bir qisqa qilib aytaman. Bu oshxona yurg'izishda katta siyosat deganda nimada? Joyi kelsa, misol uchun 100 kishilab odam ishlatganmiz-da. Kelib bu yoqqa turib olaylik. 100 kishilik odam ishlatgan degani, bu degani 100 ta odam bilan muloqot bo'lish kerak degani. Uni misol uchun holatini ko'rish kerak degani. Buni ichki siyosati bor o'zini. Keyin undan tashqari agar sheriklikda ish bo'ladigan bo'lsa, bu sheriklar bilan o'rtasida bo'ladigan. Va tashqi bosim degani bu klientlar, tekshiruvlar, hammasi mana shu oshxonani yurg'izish, ya'ni oshxona biznesiga kirganimdan keyin men buni tushunib yetdim-da. Bu haqiqatan hali biz kichkinagina bitta oshxonani yurg'iza olmay yuribmiz. Hali butun davlatni yurg'izishda va ancha ishlar bor ekan. Bitta narsani aytib o'tib ketish kerak. Oshxona biznesi o'zi umuman biznes yurg'izish o'zbeklarni qonida bor narsa. Biz juda tadbirkor xalqmiz. Asl tegib mentalitetimizda bor bizda. Lekin biz uzoq muddat tashqi dunyodan uzilganmiz. Uzoq muddatda bizga biznes qilish mumkin emas bo'lgan. Ya'ni o'sha kommunistlar paytida, sovet paytida shunaqa bo'lgan. Lekin qonda baribir bu biznesni yurg'izish bor. O'zbek xalq tadbirkor xalq. Imkoniyat berilishi bilan mana Xudoga shukr, tadbirkorlarimiz ancha oyoqqa turib, dunyoni boshqa biznesmenlarning tajribalaridan foydalanib, o'zinikini qo'shib, yaxshi bo'ldi, Xudoga shukr. Yana yuryapti. Oshxona biznesida ham ko'ryapmiz, hozir o'zbek oshxonasi dunyoni top 10 taligiga kirib bo'ldi. Bunday olib qarasa, chunki turistlar kelyapti, hamma maqtayapti, bizning ovqatga nisbatan negativ juda kam. Naborot odamlarga yoqyapti. Men men o'zim turistlar bilan alohida gaplashaman. Turistlar kelganida birinchi o'chir so'raymiz. Birinchi o'chir nima O'zbekistonda sizlarni nima desam, hamma food yeda deydi. Birinchi o'rinda ovqat deydi. Albatta biz hali gurmanmiz-ku, o'zi biz xalqimizda gurman. Faqat to'xtamasdan o'zbekni ovqatda aldab bo'lmaydi. Ovqatda aldab bo'lmaydi. Xullas mana pitseriyasini ham ko'rdik. Bitta pizzani o'zini narxida, mana masalan 50 ming so'mga pizza olotgan bo'lsanglar, bilinglar, tan narxi 25 ming so'm bo'ladi. Ko'pincha shunaqa. Endi kimdir o'zicha katta. Ya'ni o'sha tan narxi deganda unga hali ishchi kuchi, arenda anaqa qo'shilmagan holatda. Shunaqa. Oshxonani ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa pizza pechkasi nech pul turadi aka? Bu ham bu olganmiz. Narxini mayli aytmay qo'ya qolayku, lekin yengisi bu 3000 dollarga yaqin turadi. Yengisi 3000 dollar turadi. Yo'q, bizning kelishuvimiz bor. Nech pulga olgansiz? 500 dollar. 500 dollarga olgansiz. Lekin hozir bular yana kattalashyapti, yana katta pechlar olasizlar, to'g'rimi? Harakatdamiz. Shunaqa. Bu yerda yana shunaqa xolodilnik stol ustida. Bu yaxshi narsa ekan. Tegi xolodilnik ekan, ustida bemalol ishlasanglar bo'ladi. Bu pizza tayyorlaydigan mana shunaqa stolchasi. Xamir yoyishga nech pul turadi bu? To'g'risi eslolmayman. Bu taxminan nech pul turadi? Turadi, 200 dollar turadi. 200 dollar turadi. Xo'p. Bu yerda endi mana bunaqa narsalari bor. Bu ichida xomash anaqalarni solishadi, mahsulotlarni solib, shu pizzani ustiga solishadi. Bu ham mana shunaqa stolli xolodilniklik. Ko'rib turibsizlar, nima qoldi endi? Mana tegidagi nima ekan bu endi? Bu u ham pizza pech. U ham pizza pech. U kichkina edi, o'rniga buni kattasini oldik. Bo'ldi. Bu yerda friturnitsalar. Yo'q, friturnitsa emas. U makaron varka u. U anaqa pasta qilinadi. Spagetti qilishlarga. Italyanskiy pasta qo'yibamiz. Bu nech pul turadi bu narsangiz endi? Bu 470 или 370 dollarga oldik. 370 dollar. Xullas ko'ryapsizlar, 20 ming, 30 ming dollar bilan, 50 ming dollar remontlari bilan bo'lyapti-da, to'g'rimi shunda joyimizdan? Mana betga men aytayotgan shu 50 ming dollar общий ketdi. Undan tashqari hali ancha narsalar qo'shdik. Mana xolodilniklar hali olinmagan edi. Qo'shimcha xolodilnik oldik, qo'shimcha anaqa oldik. Mana bu narsalar kiryapti. Endi bitta narsasi bor. Любой biznesda, ya'ni hamma biznesda qanaqa biznes bo'lishidan qat'iy nazar, shuni hamma tadbirkorlar o'zi yaxshi bilishadi bu narsani. Shu biznesga pul tikilmas ekan, u biznes uzoqqa bormaydi. Har bitta biznesda doimiy pul tikilishi kerak. Ya'ni qaranglar, mana biznesga 50 ming dollar tiqdinglar, bo'ldi, daromadni olamiz degani emas. Bizani ko'p investorlar mana bunaqa narsa pul berdi,
iloji bo'lsa o'sha kunning o'zida foyda kelishi Shunaqa, kerak. Yo'q, shunaqa. bunaqa emas. Unaqa emas. Ovqat biznesida 50 ming dollar oshxonaga tikdingizmi, har oy daromad emas, yana pul tiqishni o'ylayvering. Ya'ni foydasini o'zini tiqasiz. Agarda foydani hammasini oladigan bo'lsangiz, oshxonangiz 1-2 yil ishlasa ham juda ham qiyin masala. Shunaqa. Foydani ma'lum qismini olsangiz bo'ladi. Masalan, 100 ming so'm foyda qilsangiz, 10 ming so'mini olasiz, 90 ming so'mini yana biznesga tiqasiz. Shunaqami? Endi qancha uni protsent, ya'ni foiz jihatidan qanchaligini men aniq bilmayman uni. Biz hisoblamaganmiz. Bilamanki, boshlanishida faqat o'sha yeb ichish, ro'zg'ordan oshig'ini olmay turish kerak, o'zini o'ziga aylantirish kerak. Hozir bizani bolalar etishdi. Bu yo'ning ichida qaranglar, xamir turadi. Operatorimizdan so'ragan bo'lardim yaqindan ko'rsatishini. Bu oddiy xamir emas. Bu oddiy xamir emas. Strukturasidan bilinib turibdi. Qo'lim bilan usholmayman hozir. Cho'ziladigan xamir bo'ladi. Bu ham otganda uzilib ketmaydigan qanaqa xamir bu o'zi? Tushuntirib bering. Xo'p, bu o'zi xamir, mana xamir. Ko'rinishida boshida oddiy xamir ko'rinaveradi. Har bitta narsani o'zini usulda aytganda konditsiyasi bor-ku o'zi. O'sha me'yoriga yetish kerak. O'sha me'yoriga yetganda yoyiladi. O'sha nuqtada bu o'sha ideal xamir bo'lib chiqadi o'zi aslida. Oddiy uyda masalan bizani onalarimizda qiladigan xamir bor, o'shanga o'xshaydi. Unaqa emas, lekin bunga qo'shiladigan boshqa narsalari bor aslida. Uni hech kim hech qachon aytib bermaydi, to'g'rimi? Kimlardir aytadi, kimlardir Siz aytasizmi, aytmaysiz? Hozir men aytmayman. Lekin kelishganimizda aytamiz dedingiz. Yo'q, bu xamirikini aytmayman. Xamirikini aytmaysiz. Xamirikini aytmayman. Xamirlarimizni o'zimiz seximiz bor, alohida sex. Xullas, pitsa ochmoqchi bo'lgan odam nima qilsin? Xamirikidan o'rgansin. Nima sizga o'xshab YouTube'dan o'rgansinmi yoki siz telefon qilishsin, nomerimga maslahat beraman. Baxtiyor akamga telefon qilsanglar, o'rgatib qo'yar ekanlar xamir qilishni. Nomeringizni qayerdan bilishadi? Topib olishadi Instagramda. Instagramdan Bonoga kirsanglar nomerlari bor. Xullas, biz hozir Baxtiyor akamlar bilan menyu haqida gaplashamiz. Sredniy chek, ya'ni kishi boshiga Bonoda o'tirib ovqatlanib ketish nech puldan tushishini gaplashamiz va top 3 ta eng zo'r ovqatlari Bononi ushab turgan va Bono qilib turgan 3 ta ovqat haqida gaplashamiz. To'g'rimi? Hech narsa qolib ketmadimi? Hech narsa qolib ketmadi. Hop. Nechta pozitsiya narsangiz bor aka, qarang. Demak, cheesecake o'sha San Sebastianmi bu? Birinchi San Sebastian. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 demak bunaqa osonroq bo'lsin hisoblash. O'zi 3 xil narsa bu yerda turibdi. 3 xil narsa: shirinliklar, vafli va pitsa, to'g'rimi? Bo'ldi mana. Yeydigan narsalar bular, orqada ichadigan narsalar. Hop, o'zi menyu sodda bo'lsa, narsa kam bo'lsa, shuncha xo'randagi oson bo'ladi deyshadi. Shu gap rostmi? Yo'q, qo'shilmayman. Qo'shilmaysiz. Yo'q. Menyuda ovqat to'la bo'lishi kerak. Shu nazarda tutasizmi? Qo'shilaman. Shunaqa bo'lishi kerak. Demak, qaranglar, men o'ylashim bo'yicha bitta joyga odam borayotganda menyu sodda bo'lsin deyman. Ya'ni San Sebastianmi, o'sha shirinlikmi, o'shandan bitta yo'nalishda bo'lsin. Ovqatmi, masalan, pitsa bitta bo'lsin, sho'rvasi bitta bo'lsin. Unaqa ko'p ovqat bo'lmasa, odam tanlashga oson bo'ladi deyman. Bu meni qarashim albatta. Men как bloger qarayman, lekin как совладелец какого-то учреждения deydimi, o'sha biznes egasi sifatida bularning qarashlari boshqacha ekan. Sizga hamma har xilda, hamma har xil narsa yegisi keladi. Hamma bir xil narsa yegisi kelmaydi. Lekin baribir umumiy qilib aytganda, misol uchun bizda San Sebastian uchun kelishadi. Asosan odamda San Sebastian. Lekin shunga mijozlarimiz ko'paygan sari biz ham ularga xuddi mijozlar ko'payyapti. Biz ham ko'proq narsalar qo'shyapmiz borgan sari. Talabga qarab menyu ham o'zgaraveradi. Bu yoqda bo'lsa, suvlar, har xil ichimliklar, mana ko'ryapsizlar. Bu narsani tushundik. Menyuda bor yo'q 3 xil narsa bor va buni sredniy cheki haqida. Aka qarang, kishi boshiga Bonoda kelib, bitta San Sebastian, masalan 4 kishi o'tirishibdi. 4 ta San Sebastian, o'rtada bitta pitsaga to'yadimi 4 ta odam? 2 ta olgan ham. 2 ta pitsa, suv, napitkalari bilan общий kishi boshiga sredniy chek nech puldan tushadi? U agar skidkada oladigan bo'lsa, bitta San Sebastian, bitta pizzaga 2 ta San Sebastian skidkada 25 mingdan oladi. Ya'ni 50 mingga 60 ming bo'ladigan bo'lsa 110 ming. 2 kishiga bo'lyaptimi? 110 ming so'mni 2 ga ko'paytiramiz. Yo 110 ming so'mni 2 ga bo'la qolaylik. Undan ko'ra 55 mingdan. Endi suvlari bilan 60 ming, 70 ming aylanadi. Endi suvga 10%. Demak, qaranglar, Bonoga kelib ovqatlanaman desanglar, kishi boshiga sredniy chek 70 ming so'mdan tushyapti. Yomon emas. Toshkent shahri uchun bu sredniy hisoblanadi, to'g'rimi? Toshkent shahri va Toshkent markazi uchun, chunki markaziy joylashgan. Toshkent markazi uchun zo'r.
Shu. Toshkent markazi uchun. Chunki markaz bo'lgandan keyin bu yerda arendasi qimmat hisoblanadi. Toshkentning chetrog'ida arenda arzonroq hisoblanadi. Aha. Shuni hisobiga ham baribir shu nima deydi, ya'ni tan narxiga qo'shilish kerak bo'lgan narsalar-da bular, sarf xarajat. Qaranglar, arendani gaplashib o'tish kerak albatta. Kafe, restoranlarda arenda оборотni 10% tashkil qilsa, bu kafe o'zini o'rnida turadi, ya'ni ishlayoladi degani. Agarda undan ham kamroq bo'lsa zo'r. Masalan, arendangiz 5% tashkil qilsa, savdangizni unda siz yaxshi foydadasiz degani. Bononi necha foizini tashkil qilyapti arenda hozir? Hozirgacha kunduzda Necha pul savdo qilyapsiz? 6-7%. 6-7%. taxmin. Da, 6-7% tashkil qiladi. demak zo'r degani. Alhamdulillah. Kutmagandim. Alhamdulillah. Ajoyib, zo'r. Baxtiyor aka, boya joyi yopilib ketish jarayon, anaqa nima deydi, bo'sag'asida turdim. Ya'ni joyim yopilib ketishi mumkin edi dedingiz. Qarang, bitta biznes boshlayapsiz. Bor yo'g'ingizni katta risk qilib, bo'yningizga riskka olib, tiqyapsiz o'sha narsaga. Qanchadir vaqt o'tyapti, ya'ni oshxona. Qanchadir vaqt o'tyapti va biznes o'xshamayapti va yopilish jarayonida turibsiz. O'sha paytlarni menga tushuntirib bering. Nimaga u qarorga keldingiz? Nimaga o'sha paytdagi stress holatdan chiqib ketish qanaqa bo'ldi? Hammasini tushuntirib bering, iltimos. Bir xillarni yolg'on gap gapirib, aylantirib, bir nimalar, bunaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi deydi-ku. Yo'q, hammada ham emas-da bu. Mana misol uchun menga qo'l kelib qoldi. To'g'risini aytdim. Menda o'xshab qoldi. Может, yopilib ketishim mumkin edi. Lekin shu narsa bilan skidka qilib o'tdik-ku, mana o'zi misol uchun o'zing bilasan shu narsani, nima boshqa oshida billa bo'lganmiz hammasiga-ku. Shu narsa men qiluvdim, o'xshadi. Va o'xshadi va shu chopib ketib qoldi. Mana qarang, hozir menda emas, bu bitta menda emas-da. O'zi misol uchun boshqa oshxonalar ham shunaqa-da. Hammasida boyiga bitta gap. Ayamasdan pul tikaverish kerak, bo'ldi, boshqa hech narsa emas. Pul tikmas ekanmizmi bugungi kunda? Orqaga qarab ketaveramiz. Chunki konkurensiya juda ham kuchli. Kundan kunga yangi narsalar chiqib ketyapti. Kundan kunga yangi оборудованиялар chiqib ketyapti. Odamlarni ajablantirishi u voy degan narsa emas-da bugungi kunda-da. Shuning uchun hozir bizda shu narsa o'xshadi, shu skidka bilan qildik. Shu ya'ni o'nni bo'lib qoldi hozir shu narsa bizda. Men uchun shuni lekin sabr qilish kerak, albatta sabr qilish kerak. Albatta o'sha pul tiqaverish kerak, harakat qilish kerak, lekin bo'lar bo'lmas emas, shoshilmasdan maslahatlashib, sabr bilan shu joyiga sabablarini qarang, hozir masalan bizani shu videoyimizni, siz bilan intervyuyimizni kerak bo'lsa 10 ming, 100 mingta odam ham ko'radi-da. Sizdan maslahat. Hozir kimdir mana shu videoni ko'rib turib, o'ziga dars olishi mumkin. Bor hozir ishi o'xshamayotganlar bor, biznesi bankrot bo'layotganlar bor. Nima deydi, juda stress situatsiyada bo'lib, nima qilishni bilmay turgan odamlar juda ko'p. Ya'ni biznesmenlarni nazarda tutyapman. Shu odamlarga nima maslahat berasiz? Nima qilsin hozir shunaqa holatda? Sizni masalan vaziyatingizni tushundik. Shu holatdan chiqib ketgan odam sifatida nima maslahat bera olasiz? Faqat individual podxod bo'ladi hammaga. Hammaga. Kimnidir o'xshaydi, kimnidir o'xshamaydi deyman. Kimnidir misol uchun maslahat kerak bo'ladi, telefon qilsa yoki misol uchun o'zini misol uchun maslahatlatishadigan odami bo'lishi kerak. Shoshilmasdan individual kimni holati qanaqa turibdi, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, o'sha holatdan chiqib turib maslahat o'sha holatdan chiqib beriladi. To'g'ri maslahat shunaqa bo'ladi. Ya'ni ana biznes coachlar bor-ku, motivatorlar aytadi-ku, unaqa qil, bunaqa qil deydi, unaqa emas. Ya'ni bu narsa xuddi kerak bo'lsa matematik yondashuv kerak bu narsaga. Kerak bo'lsa точный anaqa kerak. Kerak bo'lsa motivatorlar kerak. Kerak emas demayman. Albatta. Qo'shilmayman u gapga. Motivatsiya turib olib gapir. Kerak. O'sha motivatsiya qatnashish kerak bo'lsa, undan bilmagan narsalarni olinadi, eshitilmagan narsalarni olinadi. Va motivatsiya olinadi. Endi bekorga motivator demaydi ular. Motivatsiya oladi, hali uxlab yotgan, qilolmay turgan ishini qilib yuboradi shu ishni. Qilolmayapti, bitta ishga qo'li bormayapti, o'sha motivatsiya bilan shu ishni qilib yuboradi. O'sha bilan yurib ketib qolishi mumkin. Ya'ni aytaman, individualniy podxod kerak. Har bitta ishda. Team bo'lib yurmayotgan biznesda individualniy podxod kerak, uni o'rganish kerak, sabablarini ko'rish kerak, o'sha sabablari bo'yicha yechim topsa bo'ladi. Bo'lmaydi emas, bo'ladi, albatta yechim topsa bo'ladi. Aka, mana qarang, ovqatlarimiz ham keldi.
Bono kafesida top 3 ta sotiladigan ovqatlaringiz. Eng mana 1, 2, 3 o'rinda qaysida turadi? Bir turibdi, ikki turibdi. Qanaqa olib kelyapsizlarmi? Uchinchisi Vafli belgiyskiy. Ha, belgiyskiy vafli. To'ppa shu. Ha, demak, qarang. Hozir mana shu bizani mashhur qilib yuborgan narsa San Sebastian cheesecake deydi. Mana shu narsa birinchi o'rinda, ya'ni eng ko'p sotiladigan narsa. Hali ham shu. Asosiy daromad manbaingiz shumi yoki asosiy foyda boshqa narsadan qoladimi? Ko'proq sotiladigan, ko'proq Yo'q, qoladigan. ko'proq sotiladigani bu. Aha. Daromad manbai menimcha bu emas. Aha. Pitsa hozir kunda daromad pitsa. manbai. Ha, chunki Ha, pitsa ya'ni ham pitsa. sotilyapti. Ha. Pitsa ko'proq daromad. Bir kunda nechta pitsa sotasiz? 150-200 ta atrof. Ha, 150-200 ta sotasiz. Prosta men o'zim uchun so'ramoqchiman. Shunaqa. O'sha birinchi marta kelib men sizni joyingizni tavsiya qilganimda, reklama qilgan paytimiz nechta pitsa sotyapsiz kuniga? Yanglishmasam 10 ta 15 tami shunaqa. 10 ta 15 ta. Qarang, biza kelib o'shanda San Sebastianni o'shanda reklama qildik, ya'ni zarariga sotdik, to'g'rimi? 28 ming tushadigan narsani o'sha payt 28 mingga tushardi shu donasi. Ha, shunaqa. 28 mingga tushardi. Chunki men buni optim joydan olmasdim narsalarni, bozordan olaman. Xo'p, uni hozir alohida to'xtaymiz. Ya'ni 3000 so'm zarariga sotilgan shu narsa. Kuniga 500 taga chiqdimi sotuvi? Yo'q, 1200 tacha Ha, sotildi. 1200 tagacha mana San Sebastian sotildi. Buni savdasini orqasidan pitsa yurib ketdi, shunaqami? Shunaqa desa bo'ladi, to'g'ri. Ya'ni zanjir bittasi ikkinchisini tortadi. Biznes shunaqa narsa. Ya'ni nimadirdan ozgina foyda qilasiz yoki zarar qilasiz, buni effektidan boshqa narsalar yurib ketishi mumkin. Shunaqa. Bu holatda mana San Sebastianni arzon sotdik. Buni evaziga pitsa yurib ketdi. To'g'ri. Shu Etboyga gapda individualniy podxod deyapman-ku. Bu ishni ichiga kirgandan keyin endi bo'ldi, mana ketyapti San Sebastianni, bo'ldi, oyog'ini osmondan qilib yotaman emas-da bu. Endi boshqa narsani ham sotish kerak-ku biznesda. Nima qilish kerak? Uni sotish uchun biz nima tanladik? Bunga skidka berdik, yana buni bittasini olsak. Ya'ni maqsadimiz pizzani yedirib ko'rish. Odamlar pizzani yedi, ma'qul keldi va ma'qul kelyapti. Xo'p. Mana shu San Sebastian ko'ramiz, mana qaranglar. Bu mana shunaqa edi, tepadan pastdan tepaga bu o'sha anaqasini bildirish uchun, konsistensiyasini bildirish uchun pastdan mundoq ko'tariladi mana. Nima shu narsa mundoq ko'tarilganda o'sha bo'lib chiqish kerak shu. Ha, qani? Mana bismillah. Shuna tepaga olib chiqamiz. Mana ko'ryapsizlar San Sebastianimizni. Aka mana. Mazasi har doimgidek yaxshi. Endi meni savolim bor aka. Mana shu San Sebastian nech pulga tushadi? Bugun kecha kunduzda buchi bunaqa narsa-da. Bir kun 25 mingga tushadi, bir kun 30 mingga tushadi. Sabab buni mevasini narxi o'zgarib turadi. Har doim har xil o'zgarib turadi. Shuning uchun doimiy bir xil bo'lmaydi. O'zi San Sebastianning o'zi unaqa qimmatga tushmaydi. Hozir 17 ming 18 ming atrofiga tushadi. Demak qaranglar, mana shu mevalar bo'lmasa, San Sebastianning o'zi 17 ming 18 mingga tushadi. Shokoladsiz o'zi. Agarda ustiga mana shu dabavkalar qo'shilsa, 25 minggacha tushadi. Ha, o'sha shokolad tushadi, shokolad o'zi qimmat, belgiyskiy shokoladlar o'zi qimmat. Va mevalar o'ynab turadi. Masalan, mangolar har kuni o'ynaydi, narx, qulupning narxi o'ynaydi har kuni. O'shan hisobiga 25 mingga tushadigan narsani hozir pitsa olsa 25 mingga beryapsiz. Foydasiz, foyda qolmayapti. Balkim bu aytganlar yolg'on ishlatib qo'ymayman. 2 ming so'm foyda qolishi mumkin. Xo'p, tushundim. Eng ko'p sotiladigan narsa, eng kam daromad keltiradigan narsaga aylangan. Uni evaziga bo'lsa, pitsadan masalan mana birga bir foyda qolishi mumkin. Tushunarli. Bu narsa bizda 3-o'rinda sotiladigan narsa ekan, ya'ni eng kam foyda qoladigan emas, bu yaxshi. Bu yaxshi. Xo'p. Ba'zisini mana shunaqa ko'riladi, to'g'rimi? Vaflini ko'ramiz, qani. Bozorchilar yeb ko'rmasa bo'lmaydi. O, men bunaqa vafli yerdim. Vafli sal qattiqroq bo'lardi. Buni usti qisir ekan, ichi bo'lsa juda ham yumshoq ekan. Bismillah. Meva bilan o'zi yeyish kerak. Men mevasiz yeyman. Lekin rostdan, mana shu vaflingizdan men zakaz qilgan bo'lardim. Mazasi yaxshi ekan. Bu nech pul? Bu 80 ming so'm. Mana shu 80 mingmi? Shu 80 ming. Buncha qimmat bu. Nimadandir foyda qilaylik? Ha, u tan narxi nech pul? Buni tan narxini eslamayman hozir. Bu ham o'sha mevaga bog'liq.
Asosan meva. Bir 40 mingga tushadimi shu? Yo, bormaydi. 40 mingga bormaydi. Yo, 40 mingga bormaydi. Odam kafe ochgisi kelib ketadi, lekin men buni bosh og'ruvlari qanaqaligini bilaman. O'shaning uchun kafe ochgan odamga havas qilmayman. Lekin agar ochgan bo'lsanglar, yaxshilab ishlanglar, yaxshi ishlasanglar hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqami? Inshaalloh. Allohdan, albatta hamma narsa Allohdan. Baxtiyor aka, savdo sotug'i bor ekan. Ayniqsa oziq-ovqat sohasida srok degan narsa bor. To'g'rimi? Mahsulotda aynishi bor. Masalan, noto'g'ri xranение bo'ladi. Har xil holatlar bo'ladi. Unaqa holatda nima qilasizlar? Masalan, srok o'tib qoldi bir olib kelgan narsangizni yoki San Sebastianni qo'ydingiz, sotilmay qoldi. Bo'lishi mumkin-ku, endi har xil holat bo'ladi. Unaqa holatda nima qiladi oshxona? Xo'p, bizda San Sebastianda bo'lmagan hal bu holat. Chunki San Sebastianning o'zini sroki baribir turaveradi. O'zi xolodilnikga qo'ysa turaveradi, bor yo'g'i uni o'sha konsistensiyasi buzilib qoladi. Ya'ni suyuqligi yo'qolib, ya'ni Men bitta narsa aytib ketish shu yerda. Men bitta narsani o'zim uchun bildim. San Sebastianni sveji yegandan ko'ra, xolodilnikda 1 kun 2 kun turganini yegan mazasi yaxshiroq ham bo'lar ekan. Borku, men o'zimga shu narsani kashf qildim deydi. O'zi rostdan shunaqami, unaqa emasmi? San Sebastian o'zi bugun pishirsa bugun yeyiladigan narsa emas-ku o'zi. Bugun pishiriladi, ertasi kuni uni podovat qilinadi. O'zi qotish kerak, o'zini holatida turiladi. Keyin sovigandan keyin xolodilnikka tiqiladi, yana muzxonaga tiqiladi. Va o'sha holatda keyin chiqqandan keyin ertasi kuni bu kesib keyin beriladi. Necha kungacha anaqa turishi kerak? Turaveradi, 4 kun, 5 kun turaveradi. Faqat bu qotib boraveradi. Qancha kun o'tgan sari qurib boradi-ku endi. Hamma non ham qotib qolaveradi, ya'ni o'zini namligini yo'qotgandan keyin qotib qoladi. Bu ham shunga o'xshagan narsa o'zini namligini yo'qotadi. Bo'ldi, uni savol soddalashtiramiz. Srok o'tib qolsa nima qilish kerak? Xo'p, bizning holatda srok o'tiladigan narsalar bo'lsa, misol uchun paxlavalar sotamiz. Bizda misol uchun paxlavalarimiz bor. Videoga tushgan bo'lsa kerak. Paxlavalar agar sroki o'tadigan bo'lsa, bizda paxlavalarni o'ta arzon narxda ishchilarimiz o'zi skidka qilib olishadi. O'zi kuniga kelishiga yaqin skidkaga berib yuboriladi. O'zini narxidan ham, ya'ni tan narxidan ham teng yarmiga berib yuboradi. Ha, ya'ni ertaga srok o'tadi bo'lsa, bugun kechqurun uyga ketayotgan xodimlar o'zi bilan olib ketadi. Ha, o'sha ertaga olinmaydi, 3 kun oldin olinadi. Ha. Misol uchun paxlavalar shunaqa narsa-da. Ya'ni srok o'tishga ulgurmaydi. Ha, srok chiqmaydi endi, ularda endi srok chiqmaydi-ku. Tushundim, ha. Ya'ni 3 kun oldindan aytiladi, e'lon qilinadi, bo'ldi, ovuringlar deyiladi. O'sha o'zini narxidan ham yarim narxga berib yuboramiz. Xo'p, endi reklama degan narsa bor-da. Reklama degan narsa bor. Blogerlar arzon emas. Masalan, shu kundagi meni o'zimni ham masalan kafe ochsam, o'zimni o'zim chaqirishim juda qiyin edi. Chunki narxim qimmat-da. Masalan, menga o'xshagan blogerlar ham bor, narx rostdan qimmat. Masalan, bitta syomkani narxi $1000 baland. Tushunasizmi? Oddiy stories o'zi почти $500 turadi-da. Kafe, restoranlarga bloger chaqirib reklama qilishni maslahat berasizmi yo nima deysiz shunaqa holatda? Yana o'shanga qaytamiz, individualniy podxodga qaytamiz. Qachon chaqirish kerak? Men shunaqa oshxonani bilaman. Yaqinda yopilib ketdi. Aytgan mashhur blogerlar borgan, auditoriyalari o'sha milliondan tepasida bo'lgan. Auditoriyalari milliondan tepa bo'lgan blogerlar borishgan, reklama qilishgan ular, lekin yurmadi bu. Gap faqat blogerda emas-da. Gap o'sha kerakli vaqtda kerakli nuqtasini bosishdi. Ha, ya'ni kerakli blogerni chaqirish kerak demoqchisizda, to'g'rimi? Balkim kerakli blogerdir. Bu bir. Bu ham o'ynaydi-da. Kerakli vaqtida. Balkim u kerak emas. Mana o'zing bilasan, blogersiz rivojlanib ketgan mashhur ovqatxonalar. Umuman blogerlar bormagan ham. Lekin ular ham chaqiryapti-da blogerlarni. Auditoriya ushlab turish uchun chaqirish kerak bo'ladi. Ya'ni aytaymanki, ular rivojlanib bo'lganidan keyin chaqiryapti. Men qo'shilaman shunga. Bu kerak bo'ladigan narsa. Ya'ni endi ushlab turish kerak-ku, nimadir qilish kerak-ku. Shu har doim bo'lavermaydi bu narsa. Har doim doim izlanishda bo'lish kerak. Xuddi shunga o'xshab blogerlar kerak bo'ladiganmi? Chaqirish kerak, islat qilish kerak. Bloger deganda endi u shaxsan o'sha odam uchun emas bu yerda. Shu bloger auditoriyasi ko'p bo'lganligi uchun chaqiriladi. Tushunarli. Ha. Bo'ldi. Shu. Bu pizzamiz, Baxtiyor aka rostdan mana shu pizzalarni YouTubedan o'rganganmisiz? Shunaqa. Menga ustoz bo'lmagan bu. Chunki o'zim uyimda
pitsa pechim bor. Qurigan hali italyanskiy pitsa pech qurib olganman uyimda, qo'limda. O'shanda o'rganib, подобный krolik bo'rib, ishlayverib o'rgandim. Xullas, bitta kafedagi pizzachidan bitta italyanskiy kafeni egasigacha bo'lgan jarayonni qisqa muddatda ko'rib chiqdik. Baxtiyor akamlar mana shu pizzalarni o'zlari qo'llarida tayyorlab tannovda ishlardingiz, adashmasam. Tannovda qilganman, bir 3 oycha tannovda ishlaganman. Tanlovni aytgan xo'jayini o'zlarining o'rtoqlari, shularning qo'llarida o'zlari mana shu pizzani o'rganib, eksperiment qilib, hozir mana pizzachi bo'lib ketdilar. Pizzalarini lekin qani, bismillah. Bitta muhim nuqtasi borki, ko'p odamlar ovqatni tushunmaydi, o'zligi ochib qo'yishadi. Oshxonani ochgandan keyin inson ovqatni o'zi tushunishi kerak. Ovqat ichida yashash kerak. Men bolaligimdan o'zi ulpatchilikni ichida men po'r bo'lib o'sganman, o'zi og'aynilarning ichida ham tog'ga chiqsa men ovqat qilardim. Menda o'sha ovqatga podxod, po'rlarga podxod bor. Po'rni qachon urishish kerak, qachon urishish kerak emas. Chunki ayb po'rda bo'lganmidi o'sha payt yoki menda bo'lganmidi u ayb. Shu nuqtalari bor. Tushundim. Ovqat yeganda nimada ayb bo'layotganligini, ta'mida misol uchun qayerda xato bo'layotganligini bilish kerak. U narsaga ko'p tajriba kerak. Ya'ni oshxona ochayotgan odam ozgina oshpaz bo'lish kerak. Bo'lish kerak deb bilaman. Bo'lmadi deganda degustator bo'lish kerak kamida. Shunaqa. Ovqatni ta'mini bir tushunadigan, ajratadigan, unda xato nimadaligini, bunday yeganda xatosi nimadaligini, uni misol uchun tuzdami ayb, murchdami ayb, yo oshpazdami? Yo oshpazdami ayb. Endi baribir oshpazga taqaladi-ku, baribir o'zi umuman yeganda unga misol uchun oshpazga uni savet beradi-da, nima deydi, maslahat beradi. Menimcha tuz bo'lsa kerak deydi yoki menimcha murch bo'lsa kerak deb aytadi misol uchun. O'zini taklifini beradi, u o'sha berayotgan taklifi qanaqa taklif bilan qanaqa gapirishni bilish kerak oshpazga. Oshpazni me'dasiga tegadigan, ya'ni uni bir nima deydi, shaxsoniyatiga tegadigan qilib gapirib qo'yiladigan bo'lsa, bu battar yomonligiga olib keladi. Shuning uchun bu ham bitta siyosat, oshpazlar bilan gaplashish. Xo'p. Sherikchilik maslahat berasizmi, maslahat bermaysiz? Sherik tanlasa qanaqa sherik tanlash kerak? Yoki umuman sherikchilik kerak emasmi? Sharoit bo'lsa sherikchilik kerak emas. Bo'lsa agar. Lekin sherikchilikda inshaalloh baraka bor. Albatta sherikchilik ham kerak. Taqvoli sherikni tanlash kerak. Taqvosi nimada desa, birovni haqqidan qo'rqishlik, ya'ni birinchi o'rinda shu. Va sherikchilikni o'rtasida pul talashib urushgan kuni baraka ko'tariladi shuni. Tushundim. Bir-biriga ishonch kerak. Har doim ishonib ishlash kerak. Faqat ishonish kerak. Bir-birini poylab, bir-birini nima qilyaptimi? Alhamdulillah biz mana hozir shu ovqat temasida 6 yildan beri sherikchilikda ishlayotgan bo'lsak, alhamdulillah hali bir pul talashib, yo bir-birimizni nima qilyapti, u pulni nima qo'yyapti deb qo'pol qilib aytganda hali orqani ko'ylashimiz yo'q. Urushamiz, sheriklar bilan gap talashamiz, baqirishamiz. Faqat ish masalasida, ish yuzasidan bo'ladi bu ishlar. Lekin pul talashish, sen buncha pul olib ketding, bu pul qayerga ketdi, nima qo'ydi, unaqa narsalar alhamdulillah ham shu kungacha bo'lmadi. Shu barakani ko'taradi. Tushunarli. Baxtiyor aka, qarang. Bu yoqda mana 140 kvadratlik kafe restoranimizda nechta odam ishlaydi? Hozir 20 ta. 20 ta ishchiz bor. Keldi ketdilar-da endi. Doimiy o'zi aslida, doimiy har doim desa 10 ta 14 ta atrofi mana shunaqa. 10 ta. Kelib ketadiganlari 5-6 ta. Ha, 5-6 ta. Nechta bu yerda shu anaqa ovqat tayyorlaydigan powurlar deydimi, konditorlar nechta va bitta seximiz bor. Bizani bu yerdan tashqari alohida o'sha San Sebastian tayyorlaydigan, pizzani xamirlari tayyorlanadigan hamma o'sha nachinkalar ertadan keladi, tayyor keladigan. Erta 3 ta ishchimiz, 4 ta ishchimiz bor. Alohida. Erta 4 ta ishchi erta ishlasa, bu yoqda 3 ta pizzaменimiz bor. Hop, barista, 2 ta baristamiz bor. Va qolgani podacha deb turgan qizlarimiz 3 ta, 4 ta bo'lsa bular va ofitsiantlar va hokazo mana shu narsalar bilan Xo'p, tushunarli. Xo'p, sizlarda dastavka bormi? Albatta bor. Dastavka qanaqa ishlaysizlar? Platformadami? Yandexmi? Yandex Go Lavka, o'sha Yandex Go. Bono deb yozsanglar chiqadi. Yandexdan dastavka qildirsa bo'ladi. O'zimizniki ham bor dastavkalarimiz.
va Yandeksda ham. Hop, oshxonada sezon degan narsa bormi? Albatta bor. Hop, qanaqa bo'ladi u? Qanaqa oshxonaligiga qarab. Masalan, sizni oshxonangizda Betda oladigan bo'lsak, Bonoda albatta yozda morojniyni sezoni, qishda shirinliklarni sezoni, ya'ni choy, kofe. Yozda morojniy. lekin hozir odamlarimiz qishda ham morojniy yeyishyapti. Endi u kam ko'rdim. Baribir kam. Asosiy o'sha kofe, choy, issiq narsalar. Shunga urg'u beriladi. Lekin San Sebastian menimcha yozda ham yeysa kerak. Yozda ham yeydi. Chunki muzday podovat qilinadi, u sovuq ham podovat qilinadi. Hop, Baxtiyor aka, hozir men sredniy hisobladim, bir 70 ming dollarga yaqin pul ketgan ekan bu kafega. Ya bunchalik emas. Aytaman-ku 50 ming, yana plus 10 ming deylik, yana qo'shib. Hop, 60 ming daromad, 60 ming xullas xarajat bo'lgan. Oylik daromadingiz hozirgi kunda nech pul bo'lyapti taxminan? Bizda shartmi uni aytish? Aytish shart. Bizda endi oylik hozir aytsam noto'g'ri bo'ladi. Bir oyda katta, keyingi oyda past, sabab skidkalarni hisobiga bizda aniq aytolmayman. Hop, masalan 3 oyda 3 oyga bo'lib yuboramiz. Zo'r bo'lgan, yomon bo'lgani bilan. Bitta pochkadanda, katta 10 ming dollardan foyda qilsa bo'ladi, yaxshi ishlasa agar. Ha. Bo'ldi, tushunarli. Boya aytdingiz 20 ga yaqin ishchim ishlaydi dedingiz. 20 ta ishchiga nech pul oylik ketadi bir oyda? 5 millionga yaqin kuniga. 150 million so'm bir oyda ishchilarning rasxodi bor. Oylik. Oyligi bor. 20 ta ishchiga 150 million so'm, demak, o'rtacha kafe pul oylik to'lar ekan. Shunaqa. Endi u ham yana aytolmanki, kim qanaqa berishiga, qanaqa joyda. Restoranda misol uchun minimalni 350 ming yoki 300 ming, 350 ming berishadi. Oddiy farroshga. Restoranda. Chunki marja baland etdi. Va ularda talab kuchliroq bo'ladi. Nimaga desa, kirdi chiqib kamroq bo'ladi. Har bitta kirib chiqqan, misol uchun hojatxonaga bir kishi kirib chiqqandan keyin albatta obязательно kirib, tozalab chiqib ketish kerak. Bizning holatda to'xtamasdan hojatxona ishlagani hisobiga uni fizически ulgurmaydi bu. Bir farroshimiz, ikkinchidan u har bitta odam kelganda o'zi xullas diskomfort bo'ladi klientlar uchun ham. Va shaq tomonlari bor. Biza va unaqa oylik ham bera olmaymiz. Bizning marja past bo'lganligini hisob. Ya'ni ishchilarning oyligi restoranni marjinalность, ya'ni foydasidan kelib chiqib ajratiladi. Albatta. Sizda bir oyda 150 million, ya'ni 11 ming dollar, 12 ming dollarga yaqin xarajatingiz bor ishchilarning o'ziga. Xullas o'rtoqlar, mana ko'rganinglardek, Buono kafesini noldan shu kungacha ham kelib chiqishini hammasini sizlarga ochib razbor qilib berdik. Hattoki ko'chada ko'rishib qolganda o'zaro gaplashilmaydigan sir sinovatlarini ham ochib berdik. Sizlardan bo'lsa, bizga like bosish va qo'ng'iroqchani bitta bosib qo'yasizlar va o'rtoqlaringlar bilan ulashib qo'yinglar. Chunki bu narsa bizga juda ham muhim, kerak. Agarda nimadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, ularga ham javob beramiz albatta. Shunaqa ekan, sizlar bilan bozorchi Elyor bo'ldi. Bugun bizni Toshkentda markazda, Drujbada joylashgan, Xalqlar do'stligida joylashgan Buono kafesini obzor qildik. Baxtiyor aka, sizga rahmat kattakon. Joningiz sog' bo'lsin, omon bo'ling. Ishlaringizga rivoj. Shunaqa joylarni ko'paytiring. Amin. Va xalqimiz uchun arzon va sifatli shirinliklarni yetkazib berishda charchamanglar. Inshaalloh. Rahmat.